Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugun Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limi tomonidan 2025-yil epizodik tadbirlar hamda jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha ma'lumot beraman. 2025-yil Yangiyer shahar hududida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishi oldini olish maqsadida veterinariya bo'limi xodimlari va mutaxassislar tomonidan ikkita epizodik guruh tashkil etilgan. Hozirgi kunda guruh tomonidan barcha mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi chorva mollari va uy hayvonlari yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari olib borilmoqda. Yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari to'g'risida hujjatlar rasmiylashtirilib borilmoqda. Shaharda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar oldini olish bo'yicha emlamalar qilinmoqda va zaxira to'liq yaratilgan. Jumladan kuydirgi kasalligiga qarshi qoramollarni 5230 bosh, qo'y va echkilarda esa 8574 bosh, otlarda esa 120 bosh, eshak va eshaklarda esa 31 bosh emlandi. Oqsil kasalligiga qarshi esa qoramollarda 3516 bosh, qo'y va echkilarda esa 783 bosh emlangan. Chechak kasalligiga qarshi esa 1956 bosh mayda shoxli hayvonlar emlangan. Qorason kasalligiga qarshi esa 1365 bosh qoramollar emlangan. Leptospiroz kasalligiga qarshi esa 286 bosh qoramollar emlangan. Quturish kasalligiga qarshi it mushuklarda esa 2792 bosh itlar va mushuklar emlangan va Qrim-Kongo gemorragik kasalligiga qarshi esa 7255 bosh yirik shoxli 10080 bosh mayda shoxlarning cho'miltirilib 6009 obyekt va 77 kvadrat maydon dezinfeksiya qilindi. Shaharda sun'iy urug'lantirish va rivojlantirish, chorva mollarining zotini yaxshilash, ulardan olinadigan mahsulotlarning samaradorligini oshirish, sifatini yaxshilash va aholining go'sht va go'sht mahsulotlari va sut mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirish bo'yicha keng qamrovli ishlar tashkillashtirilgan. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushadigan murojaatlar hamda ularning ko'rib chiqilishi va hal etilishi bo'yicha ma'lumot beraman. Yangiyer shahar veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limida murojaatlar O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrdagi 445-sonli qarorda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonun talablariga muvofiq, shuningdek, hududda sifatli veterinariya xizmatini ko'rsatish tartibi asos qabul qilinadi va ko'rib chiqiladi. 2025-yil davomida bo'limga bir qator murojaatlar kelib tushdi. Ularning asosiy qismi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi orqali yo'llantirilgan. Barcha murojaatlar belgilangan muddatlarda o'rganilib, zaruriy chora-tadbirlar belgilandi. Murojaatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning asosiy qismi chorva mollar sog'lig'ini emlash va profilaktik tadbirlari, qoramollardagi identifikatsiya qilish va hisobga olish, shuningdek hududda veterinariya xizmatini tashkil etish taalluqli hisoblanadi. Kelib tushgan murojaatlarni doimiy nazoratda bo'lib, bo'lim xodimlari tomonidan emlash va profilaktika va monitoring ishlari izchil davom ettirmoqda. Murojaatlar tahlili asosida qo'shimcha choralar belgilab, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yana oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xulosa qilib aytganda, Yangiyer shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi 2025-yil jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini belgilangan tartibda qabul qilib, ularni o'z vaqtida ko'rib chiqdi va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirildi. Chorva mollari salomatligini ta'minlash, kasalliklarning oldini olish va profilaktika ishlarini tizimli ravishda tashkil etish hamda amalga oshirilayotgan loyihalar orqali sohaning barqaror rivojlantirishga erishilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.